ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان بېسىم سىياسىتى سەۋەبىدىن خىتاي ئەمەلدارلىرىغا جازا يۈرگۈزۈش تەلەپ قىلىنغان قانۇن لايىھەسىنى ماقۇللىدى. جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيەسىنىڭ كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبيونىڭ تەشەببۇسى بىلەن كېڭەش پالاتاسىغا سۇنۇلغان قانۇن لايىھەسى 14 may birdek ma'qullandi. Qonun loyihasida Amerika prezidenti Donald Trump'dan Uyg'urlar va boshqa musulmon osonliqlarga qaratilgan besim va zo'ravonlikqa mas'ul bir qism Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish talab qilingan. Buningdan boshqa loyihada Amerika Davlat ishlari mahkamasining rayondagi kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risida doklad tayyorlash talab qilingan. Bu qonun loyihasining bir nusxasi 2019-yil noyabrda Amerika Kengash palatasida ma'qullangan. Avam palatasi ba'zi o'zgartishlarni elib berib, bu qonun loyihasini 2019-yil dekabrda Kengash palatasiga qaytargan edi. Dünyanın nurgun joylarida musulmonlar Ramazon oyini urush, zulm, ochliq va sargardonlikda o'tkazmoqda. Eng og'ir sharoit ostidagi xalqlardan biri bo'lsa, Sharqi Turkistondagi Uyg'ur musulmonlardir. Sharqi Turkistonni bostirish va irqiy qirg'inchilikni davomlashtirib kelgan Xitoy kommunist hokimiyati Ramazonda yangi cheklama va bostirishlarni o'ttirg'i chiqarmoqda. Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'ur sababsiz holda yig'ib olish lagerlarida tutib turilmoqda. Yana kelib ularning soni davomli oshmoqda. Dini erkinlik va ibodat huquqidan mahrum bo'lgan musulmonlar Ramazonda texmi og'ir cheklamalarga duch kelmoqda. Uyg'urlarning ro'za tutishi, masjidga berib ibodat qilishi va halol yemekliklarni setib olish cheklamiga uchrab qolmasdan ayollarning yog'liq ortishi jinoyat hisoblanadi. Shuning bilan birga ota-onasi lagerga qamalgan va oilasi parchalangan Uyg'ur bolalar turli shaklda assimilyatsiya qilinmoqda. Yangi tipdagi Wuhan virusi yuqumini keltirib chiqargan Xitoy o'ziga qaratilgan tanqidlarga virus dunyoning har qanday yerda paydo bo'lishi mumkin deb javob qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi e'lon qilgan bayonotida Xitoyning boshqa davlatlarga o'xshash yuqumning ziyonkashligiga uchrag'uvchisi va gunohsiz ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Bayonotda COVID-19ning dunyoning har qanday yerda paydo bo'lishi mumkinligini ta'kidlash bilan birga virus insoniyatning o'rtaq dushmani deyilgan. Bayonotda tunji yuqumlanuvchining Wuhanda bayqilishining virusning Wuhandagi tajribaxonadan chiqqanligini bildirmaydiganligini ta'kidlagan va Xitoyning mustaqil xalqaro tekshirishdan qo'rqib qolmaydiganligi aytilgan. Amerika prezidenti Donald Trump va tashqi ishlar ministri Mike Pompeo mush oyning 5ida Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonadan chiqqanligini o'tirg'a qo'ygan. Başqa xabarlarda yana bir tarafdan Trump 27 aprel Oqsaroyda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Wuhan virusi sababidan Xitoydan to'lam talab qiladiganligini aytgan edi. G'arbiy Afrika davlati pilchishi qirg'og'idagi ba'zi yezilarda bu haftaning 5idan boshlab olam bo'shlig'idan tushgan raketa parchalari andish paydo qildi. Xabar qilinishicha, Xitoyning 5-may qo'yib bergan va orbitaga kirgizilgan uzun safar 5B nomli raketasining asos qatlami bilan 3 kun burun aloqa uzilib qolgan. Atmosferaga uzluksiz shaklda kirgan, uzunligi 30 metr, diametri 5 metr bo'lgan ba'zi qismlari Atlantik okeaniga va Afrika sohillariga tushgan. Yezliqlar portlash ovozi va orqasidan 12 metr uzunlikdagi jismni ko'rib cho'chib ketgan. Tushgan parchalarning biroz ziyon keltirib chiqarsa, mazkur davlatning Xitoydan mas'ul bo'lishni talab qiladiganligi ma'lum. Amerika prezidenti Donald Trump Dunyo sog'liqni tashkiloti to'g'risida pat yaqinda yangi qaror e'lon qiladiganligini bildirdi. Trump hukumati yaqinda COVID-19 sababli ularga ta'minlangan mablag'ni vaqtincha to'xtatgan edi. O'zining Dunyo sog'liqni tashkiloti va Dunyo savdo tashkiloti WTO'ning harakatidan rozi emasligini bayon qilgan Trump, biz yaqinda Dunyo sog'liqni tashkiloti haqida uqtirishimiz bo'ladi, balkim kelar hafta e'lon qilishimiz mumkin dedi.